Shirin cho'qqidan qarab turibman-da, pastdagi toshbaqachalar bir qadam yuradimi yo'qmi? Men bir qadam oldinda, yo'q, men bir qadam oldinda deb tortishib o'tiribdi. Shunga nima qilsak bo'ladi? Dilmurod, toshbaqalar bilan nima ishingiz bor? Xalq kutib turibdi. Undan ko'ra boshlang'ich to'lovni pasaytirib beraylik. Shundoq ham hamma biladi kim cho'qqidaligini. Ketdik unda. Kia Buxoro avtosaloni O'zbekistonda naqd 20 mingta Kia Sonet sotilgani munosabati bilan xalqimiz sevgan Kia Sonetlarni, taksichilarimiz uchun rasxoda eng kam bo'lgan Kia Sonetlarimizni boshlanishiga 50 million so'm demaymiz. 40 million so'm deymiz. 35 million so'm ham demaymiz. 33 million so'm boshlang'ich to'lov bilan avtomat Kia Sonetlarini hech qanday ish haqqisiz berib yuboramiz. Mexanika korobkali Kia Sonetlarimizni esa boshlang'ich 29 million so'm bilan nomingizga chiqarib beramiz. Aytgancha 12 ta o'layotgan bir kunda bonuslari bilan kimga Kia Sonetlar kerak bo'lsa, Kia Buxoroga kelaverasizlar. 29 yoki 33 million so'm boshlang'ich to'lov kerak bo'lsa, unda kommentariyada Sonet so'zini yozib qoldiring. Bonus so'rab adashib yurmang. Bizning manzil Prezident rezidensiya ro'parasidagi Vlad avtosisida joylashgan Kia Buxoro avtosaloni. Manzilda adashmang.